My name is Habibullah. My sister. Xitay Komünistik Partisi meni achamni lagerga solapti. 6 ay oldu, qabrini alamadı. Sebebi kesip üretmekçi, til üretmekçi ekan. Mening achamning kesipga, iqtisodga, tilga hech nimaga ehtiyoji yo'q. Her qanday ehtiyojini men qamday olayman. Men bir savdogar 2017-yili tijorat bilan Turkiyaga chiqqan paytda o'sha yerda qolib qoldim, ketolmadim vatanimga. Mening vatanimning ismi Sharif Turkiston. Xitoy hukumatidan shuni murojaat qilmanki, mening achamni tezdan qo'yib bersin. Mening achamning hech qanday bir jinoyati yo'q, hech qanday bir savallik, hech qanday bir kasbga, hech nimaga ehtiyoji yo'q. Xitoy hukumatining faqat achamga nima sababdan tutilganligini menga isbot bilan, dalil isbot bilan ko'rsatishini umid qilaman.